Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir mana sizlarga Yakkasaroyda 3 xonali novostroyka topib qo'ydim. Mana shunaqa chiroyli uylarda yashashni orzu qilgan, niyat qilgan insonlar bo'lsa, bitta like qizartirib qo'yasizlar va xudo xolasa sizlarga ham shunaqa uylar nasib qilib qoladi deyman. Xo'p, bu yoqda mana bizani kiraverish qismimiz. Uyimiz 7-qavatda joylashgan. Eslatib o'taman, 90 metr kvadrat общий площади. Bu yoq kiraverish qismimiz bo'ladi va kiraverishda bizani mana o'ng qo'lda choy ichadigan, nonushta qiladigan stol stulimiz bor. Bu yoqda 8 kishi bemalol 6 kishi choy ichib o'tirsa bo'ladi va bu yoqda o'ng qo'lda bo'lsa kuxnyamiz bor. Kuxnyamiz juda ham chiroyli, keng, kirchimoq ranglarda qilingan, rang ko'taradigan eng sifatli mebellardan qilingan. Texnikalari ham hamma texnikalari joy-joyida qilib qo'yilgan. Yep-yangi. Bu uyimizda hali hech kim yashamagan. Uyimizda eslatib o'taman, avtorskiy remontdan chiqqan. Hamma joyi sifatli va shinam qilib remont qilib qo'yilgan. Bu yoq bizning detskiy qismimiz bo'ladi. Detskiy qismimizda mana bizning balkonimiz ham bor. Kechki payt bemalol chiqib havo almashtirsa ham bo'ladi. Detskiy qismimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana kompyuterning stollarigacha har bitta detallarigacha sharoit qilib qo'yilgan. Даже kiyim-kechak iladigan garderobning o'zini shkoflari ham bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham katta, keng. Bizani bu yoqda mana yo'lakdan kirganimizda mehmonxonamiz, ya'ni mehmonlarni kutib oladigan bir lounge zona qilingan. Mebellarimiz ham sifatli, turetskiy yaxshi mebellar qo'yilgan, televizorlar qo'yilgan, kattagina konditsioner, hamma sharoiti joy-joyida qilib qo'yilgan. Va mana bu kartinaga alohida e'tibor berasizlar. Bu juda ham chiroyli qilib qilingan, ya'ni shu uyni dizayniga moslab atayin avtorskiy dizayn qilib rasm chizdirilgan va bu rasm o'ziga xos bir настроение berib turadi, kayfiyat ulashib turadi uy egalariga. Va bu yoqda bizani общий sanuzilimiz bo'ladi. Sanuzilimizning ham hamma texnikalari, ya'ni kir yuvish mashinalarigacha tayyorlab qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa mana bizani master spalnimiz. Master spalnimizga kelsanglar mana juda ham keng, shinam, katta qilib qo'yilgan, garderoblari, o'zini alohida mana pardoz-andoz uchun komodlari qo'yilgan va bu yoqda televizor va komodlari bilan qo'yilgan. Bemalol televizorlarni yoqib kechasiz, mazza qilib televizorlarni ko'rib yotsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana o'zini alohida sanuzili bor. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uyimizda 155 ming AQSh dollari, yana kelib ko'rib, chiroyli qilib baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar va like bitta qizartirib qo'yinglar. Sizlarga ham xudo xolisa shunaqa uylar nasib qilsin.